Kamera. Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Bugun 3-mavzu bir xonali sonlarni sanash va solishtirishni o'rganamiz. O'zi hammamiz tug'ilganimizdan beri ayalarimiz nima o'rgatadi? Sanashni o'rgatadi. Ya'ni bir, birdi, ikkidi, uchdi deb aytaveradi, ha? Ana shu sanash deyiladi. Ya'ni sizlarga bugun bir xonali sonlarni sanash va solishtirishni o'rgataman. Bir xonali sonlarimiz nechta edi? Boshladik. Birinchi bir xonali son. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ketma-ketligi. 6, 7, 8, 9. Bizlarda 9 ta hozir bir xonali son berib turibdi. Mana shularni sanashni o'rganib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanab oldikmi? Endi sizlarga solishtirishni o'rgataman. Bir o'zim kattami yoki akam bilan opam yonimda tursa ko'p bo'ladimi? Mana, qarang. Mana, ikkita ruchka, bitta qoshiq. Qaysi biri ko'p? Ikkita qoshiq ko'pmi? Ikkita ruchka ko'pmi? Demak, qaysi taraf katta bo'ladi? Ruchka taraf. Bu uchun sizlarga mana. Qarang. Mana bu nima edi? Bizlarning mashhur olmamiz. Bu yerda ikkita olma, bu yerda nechta olma? Bitta olma. Bu yerda ikkita olma, bu yerda bitta olma. Qaysi taraf katta? O'ylab ko'ringlar. Ikkita olma taraf kattami? Bular nechta? Ikkita. Bu nechta? Bitta. Qaysi taraf katta? Belgi qo'yayotganimizda katta, kichik belgisini, ya'ni ikkita narsalar solishtirganimizda qaysi tarafga qarab? Katta tarafga mana bu belgi qaraydi. Tushundingmi? Og'zi kulib turadi. Mana. Qarab turasizlar. Mana solishtiryapmiz. Ikkita kattami? Endi qaranglar. Yana sizlarga bitta. И bizlar hozir mana bu nima edi? Nokmi? Mana bu yerga ikkita nokimiz turibdi. Bu tarafga nechta nokimiz turibdi? 3 ta nokimiz turibdimi? Buni qora qilib qo'yaveramiz shoxlarini. 3 ta nokimiz turibdi, ha? Qaysi taraf katta? Bu yoqda nechta edi? 2 ta. Bu tarafda nechta nokimiz bor? 3 ta. Qaysi taraf katta? O'ng taraf katta. Katta belgisi qanaqa qilib qaraydi? Katta tarafga qaraydi og'zi, katta tarafga ochiladi. Tushundikmi? Endi teng bo'lib qolsa nima qilamiz? Masalan, mana bu nima edi? Strawberry. Qiyin qulupnay. Bu tarafda ham ikkita qulupnay bor, bu tarafda ham ikkita qulupnay bor. Ana. Ikkitadan qulupnay bo'ldimi? Qaysi biri katta deymiz? Bu tarafda ham ikkita qulupnay bor, bu tarafda ham ikkita qulupnay. Ikkalasi nima edi? Teng. Bu tarafda ham ikkita qulupnay, bu tarafda ham ikkita qulupnay bo'lsa, ikkalasi nima bo'lar? Teng bo'lsa, bu belgini qo'yamiz. Ya'ni biz 3 ta belgi orqali hisoblaymiz. Endi 2 teng 2 bo'lamikan? Belgilarimiz bunaqa belgi, bunaqa belgi va teng belgisi bor ekan. Tushundikmi? Qaysi taraf katta bo'lsa, mana og'zi shu tarafga qarab turadi. Endi misolga o'tamiz. Mavzuni tushuna oldikmi? Mana. Endi misol. Bir xonali sonlarni sanash va solishtirish. Qaranglar, ketma-ketlikda o'rganuvdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mi? Endi birinchi misol nuqtalar o'rniga
tushib qoldirilgan sonlarni yozing. Endi qaranglar. 1, 2. 2dan keyin nechi keladi? 3, 4, 5, 6, 7. 7dan keyin nechi keladi? 8. Barakalla. Ikkinchi misolimiz. 2dan nechi bilan boshlaymiz? 1 bilanmi? Mhm. 1, 2, 3, 4. 4dan keyin 5, 6, 7, 8. 8dan keyin nechi keladi? 9. Endi sizlar 3 bilan 4 ni qilib qo'yasizlar. Ikkinchi sonlarni taqqoslang. 5 ta olmamiz kattami, 4 ta olmamiz katta? Qaysi taraf katta? 5 tarafmi? Demak, qaysi ishora og'zi qaysi tarafga qarab turardi? Katta tarafga belgilab olamiz. Endi qarang. Bir kattami, 3 kattami? Bitta kattami, 3 ta kattami? 3 tami? Ishora qaysi tarafga qaraydi? Katta tarafga. Ikkinchi misol. Ikkita kattami? Uchta kattami? Uch tarafga qaraydi. Qarang, endi bizlarga beryapti. Uchta olma bor bu tarafga. Bu tarafga ham uchta deyapti. Ikkalasi bir-biriga nima edi? Teng. Teng bo'lsa qaysi belgini qo'yamiz? Teng belgisini. Bir kattami, olti katta? Qaysi tarafga qaraydi? Olti tarafga qaraydi. Endi qolganini davom ettirib qo'yasizlar. Uchinchi misolimiz. Sonlarni taqqoslang. 2 kattami, 8 kattami? Ikkita kattami, boya 8 tami? Hadam o'ng tarafdagi son katta bo'lib ketadi. 2 dan keyin 8 keladi. Demak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lib ketadi. Demak, qaysi taraf katta ekan? 8 taraf. 7 kattami, 8 kattami? 8. 0 kattami? 0 o'zi yo'q son. 0 kattami, 3 kattami? 0. Mana 0. Kattami, 3 kattami? 3. Barakalla. 0 yo'q sonda. Endi qarang, 10-chi misolga mana bu. 0 kattami, 6 kattami? 6 katta. 5-chi misolga. 0 kattami, 5 kattami? 5 katta. Chunki 0 yo'q sonda. Endi 3 ta ishlab bo'ldik, a? Davomini ishlab qo'yasizlar. 4-chi. Sonlarni nima qiling deyapti? Taqqoslang. Namuna ko'rsatib qo'yib. 9 nechidan katta? 8 dan katta. 9 8 dan katta. 0 9 dan kichik. Shuning uchun eng katta tarafga og'zi qarab turadi. 9 nechidan katta? 4 dan katta. 9 2 dan katta. 5 9 dan kichik deb ta'riflashda ikki xil qilsak bo'ladi. Xohlasak kichik tarafdan, xohlasak katta tarafdan. 9 5dan katta. 9 6dan katta. 9 9ga teng. 6 1dan katta. 9 1dan katta. 8 8ga teng. 7 7ga teng. Tushundikmi? Endi eng kattasini toping deyapti. Eng katta sonimiz 7 2 6. Uchun eng kattasi nechi? 7. Barakalla. 3 6 2 uchun 6. 1 5 3 uchun eng katta 5. Shunaqa qilib belgilab chiqasizlar. 6-chi misol. Eng kattasini toping. Xuddi boya 3 taligini berdik, endi bizlarga 4 ta son beradi. 1. Shartimiz eng kattasini toping deyapti. 1 8 2 6 uchun eng kattasi nechi ekan? 8. Endi qarang. 1 5 3 4. Endi bu yerdan eng kattasi nechi? 5. 2 7 6 1. Bu yerdan eng kattasi-chi? 7. Tushunarlimi? Eng kattalarni topishni o'rganib oldikmi? Endi bizlar nimalarni topamiz? Eng kichiklarini topishni o'rganamiz. 7-misolimizda
Eng kichigini toping deyapti. 5, 2, 6 uchun eng kichigi nechi? 2, 3, 6, 4 uchinchi. Eng kichigi 3. 4, 8, 3 uchun esa eng kichigi 3. Oxir 12-misolda eng kichigi nechi? Aytib ko'ringlarchi? 5, 8, 2. Barakalla, eng kichigi 2. Endi oxirgi misolimizga keldik. Ya'ni eng kichigini yana nima qiling deyapti bizga? Toping deyapti. 1, 8, 9, 6 uchun eng kichik son nechi orasidan? B. Masalan, hammamiz oilada 4 ta farzand bo'lsak, 4 talarimiz qo'yib qo'yadimi? Opamiz eng eng kichkinasi 1 yosh ekan. Undan keyingisi 8 yoshligi bor ekan, 9 yoshli bor ekan, 6 yoshligi bormikan? Shularda eng kichkinasi kim desa, kim ko'rsatamiz? 1 yoshli bolachanimi? Endi qaraylik keyingisiga. 6 yosh bor ekan, 5 yosh, 4 yosh, 3 yosh bor ekanmi? Shulardan eng kichik yoshini ko'rsat desak, kimni ko'rsatamiz? 3 yoshni. Tushunarlimi? Demak, buni bunday belgi qo'yib, 3 deb belgilab qo'yamiz. Yana 10-misolga qaranglar. 3, 7, 2, 5. Uchalasidan eng kichigi nechi? Barakalla, 2. Demak, buni javobi 2 ekan. Bugungi mavzumiz tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.